Assalomu alaykum hammaga. Odamlar, ogoh bo'linglar. Moshenniklikni yana bitta turi. E'lon gruppalar bo'ladi-yu, ish guruhlariga, vakansiyalarga e'lonlar bo'ladi. O'sha yerda ko'rsanglar sizlarga bitta e'lon uchraydi. Silux kompaniyasi xalqaro korporatsiya deb qo'yadi, или же Greenleaf kompaniyasi deb qo'yadi-da. Xalqaro korporatsiyamizga rekruter kerak deydi. Rekruter, HR menejer kerak deydi. Keyin aytadi, что birinchi oy sinov, keyin 6 millionli oylikka ishga o'tasizlar deydi. Ketidan yana yozadi, что siz ishga olasiz ishga olgan odamingizni, har bitta ishga olgan odamingizdan sizga doля tegadi, как 50 ming, 100 mingdan pul beriladi. Kuniga sizga 50 ta odam yozadi, siz nomingizdan e'lon beriladi, tiran degan gaplar yozilgan bo'ladi. Murojaat uchun deydi. Murojaat uchun bosib kirasizda, ish to'g'risida so'raysiz. Men mana shunaqa rekruterlik bo'yicha yozmoqchi edim deysiz. Men o'zim xuddi shu ishni qildim. Keyin menga aytishdi, rezyume anaqangizni tashlang, ma'lumotlaringizni tashlang o'z to'g'risida deyishdi. Tashladim. Keyin bo'ldi, ma'qul keldingiz dedi. Men endi rostakam ish ekanmi deb o'ylab berilib, o'zimcha полный stajlarim, деятельность faoliyatlarimni yozib tashladim. Bo'ldi, qabul qilindingiz dedi. Xo'p dedim. Keyin aytdiki, 200 ming to'lov qilasiz dedi. 200 ming so'm to'lov qilganingizdan keyin sizni nomingizga e'lon beriladi. Sizga kuniga 50 talab, 100 talab odam yozadi. Har bitta ishga olgan odamingiz uchun siz 50 ming, 100 mingdan pul olasiz dedi. Faqat bir marta boshiga 200 ming so'm to'lov qilasiz dedi. Men o'shacha shubhalandim, что это moshennikligini, bular qanaqadir moshenniklik bo'layotganini tushundim-ku, lekin bilgim keldi. Ichiga kirib ko'rgim keldi shuni nima ekan deb. To'ladim 200 ming. To'ladim. Keyin menga anaqa qilishdi, meni nomimdan e'lon berilar ekan boshqa ishlarga. U qanaqa e'lon ekan? Xuddi men ko'rib murojaat qilgan e'londagi e'lon. Ya'ni kim o'sha 6 millionlik ish bir oydan keyin rekruterlik mana shunaqa degan ish ekan. Просто anaqa profilini o'zgartirib, meni nomimni qo'yib qo'yishar ekan. Menga yozishdi. Men tushundimki, men tekshirib ishga olmas ekanman. Men просто kimdan bo'lsa ham shu 200 mingni olsam, menga doля berishar ekan. Men shuni tushundim. Kanallardagi o'sha berilayotgan e'lonlardagi vakansiya yo'q, bo'sh o'rin, ish o'rni yo'q, hech qanaqa ish o'rni yo'q narsaga biza e'lon berar ekanmiz-da. Bizaga murojaat qilganlardan 200 ming so'm pul bersangiz, siz nomingizdan e'lon beramiz-da. Sizga yozganlardan kimdan 200 ming olib bersangiz, o'shandan sizga doля beramiz der ekan. Bu protsent, bu harom, bu umuman mumkin emas narsa. Keyin men buni to'la bo'ldim, ichiga kirdim, shuni tushundim. Sizga anaqa bo'lar ekan, yoki akkauntingizni berar ekansiz Telegramdan-da, kirib sizga birinchi qanaqa yozishlarni o'rgatishar ekan, как nomingizdan yozib turishar ekan. Agar yo'q desangiz, har bitta kim murojaat qilib nima yozayotgan bo'lsa, hammasini anaqa qilib berar ekan, skrinshot qilib jo'natar ekansiz, sizga nima javob berishi aytar ekan. Bunda qarasam, menga javob bering deb berayotgan javoblarini ko'rsam, xuddi o'zimga berilgan javoblarda. Voy dedim, mayli dedim, ketsa o'sha 200 mingim ketsin dedim. Lekin menga harom pul kerak emas dedim. O'sha meni как ishga olgan, qovus ichidagi ishga olgan odamga ham aytdim, menga bunaqa ish kerak emas dedim. Mayli, men kuysam kuy dedim, lekin boshqalar kuymasin deb. Menga murojaat qilgan, o'sha e'lon bo'yicha menga murojaat qilgan har bitta odamga, har bittasiga aytib chiqdim, что mana shunaqa narsa sizni nomingizdan e'lon beriladi, yo'q vakansiya uchun, yo'q bo'sh ish o'rni uchun e'lon beriladi. Siz o'sha kimdan 200 mingni yulib ola olsangiz, sizga bitta do'lasini berishadi. Mana 200 ming siz olasiz, 200 mingni, masalan 50 mingini sizga bersa, 50 mingga e'lon beradi, 100 mingni yoniga uradi o'sha odam. Bo'ldi, mana shunaqa ketaveradi. Bu sizni shapkangizni olib boshqasiga ketirib qo'yaveradi. Mana shunaqa sistemный mошенничество ekan. Greenleaf или же Silux xalqaro korporatsiyasi degan mana shu korporatsiyalarni nomidan chiqishyapti. Men bu korporatsiyalarni yomonlamoqchi emasman, lekin shularni nomini ishlatib moshenniklik qilishyapti.